Bugun biz robot coding tanlovi uchun maxsus missiyalarni bajaruvchi robot yasaymiz. Bu yerda bizda ikkita Mindstormning motorlari mavjud va unga g'ildiraklarni ulaymiz. Bu uning barqaror yurishi uchun kerak. Jismlarni ko'chirish uchun qisqichma kerak. Qisqichma ma'lum bir kattalikka ega bo'lishi uchun uni uzaytiramiz. Bu qisqich jismlarni barqaror ushlash uchun kerak bo'ladi. Jismlarni atomidan ishlaydi va orasidan qo'shib ketmasligini ta'minlaydi. Bizda yana qo'shimcha g'ildirak ham bor. Bu changak robotimizning asosiy qismi bo'lib, ushbu changaklarni xizmat, ya'ni harakatga keltirish uchun bizda maxsus motor va Lego Mindstormning rang sensori mavjud. Bu kerakli ranglarni jismlarni oladi va ma'lum bir joylarga eltib qo'yadi. Bizda bu robotimizni harakatlantirish uchun maxsus g'ildirakcha ham mavjud. Biz buni ushbu motorlarning orqa qismiga ulaymiz. Robotimizning motoriga ulash uchun biz ushbu mahkamlovchi qismlardan foydalanamiz. Endi esa bu yerga ushbu birikmani qo'shamiz. Bu bizning Lego robotimizning miyasini qo'yib, miyasini mustahkamlash uchun kerak bo'ladi. Robotimizning miyasini joylashtirish vaqti keldi. Uni biz robotimizning asosiy skeletiga mahkamlaymiz. Endi esa bu, ya'ni robotimiz yerdagi obyektlarni yig'ish uchun unga ushbu qo'shimcha qurilmani o'rnatamiz. Uni biz rang chizuvchi sensorining ostiga o'rnatamiz. Robotimiz tayyor. Endi esa uning motorlari va sensorlarini sizlar orqali miyasiga ulashimiz kerak. Biz robotimizning o'ng motorini robotimizning miyasidagi aniqlikka ulaymiz. Chap motorni esa robotimizning miyasining zaynqasiga ulaymiz. Endi robotimizning changal qismini miyaga biriktiramiz. Biz bu changal motorni zaynqasiga ulaymiz. Motorlar bo'ladi. Endi bizga sensorni ulash vazifasi qoldi. Sensorimizga simni ulaymiz. Mapni nuqtada bo'laymiz. Birinchi nuqtaga qo'yamiz. Shu orqali robotimiz tayyor. Robotimiz endi rang sensorlari to'say obyektning rangini biladi va uning ushbu changalak yordamida ushlaydi va ma'lum bir nuqtaga kelib qo'yadi. Ya'ni koordinatani bizning changalimiz esa motor hisobiga ulangan. Uning yurishi uchun esa avvalda motorlar mas'ul. Sensorimiz birinchi nuqtaga ulangan. Robot coding tanlovida nizom bo'yicha biz robotimiz 4 topshiriq bajarishi kerak va men ularni 3-topshiriq, ya'ni artefaktlarni muzeyaga etib qo'yish kodlarini ko'rsataman. Bu kodda birinchi kodimiz bu birinchi joyda turgan shu 5 xil rangdagi artefaktlar orasidan o'sha rangni tanib o'zining kerakli bo'lgan joyiga etib qo'yishi va bu ikkinchisi uchun xuddi shunday va bu davom etib ketaveradi. Qolgan 3 topshiriq kodlarni ham yozganman va bularning hammasini bizning robotimiz miyasiga joylangan va agar robotimiz o'zi poligonga qo'yilsa, barcha kodlarni ketma-ket ravishda bajarib ketadi.